Assalamu alaykum vatandaşlar. Bugün 3. ayga 24. Xi Jinping Moskvaga berip, Putin bilan ko'rishib, hamma jihatda Putinni qo'llaydigan, Putin bilan texmi yaqindan hamkorlashadigan vaziyat shakllangandan keyin Amerika va G'arb davlati texmi ilgirlagan holda yilpiz ikki tipdagi Germaniyaning ilg'or tanklari, ilg'or tipdagi charlig'uvchi parxod va har xil tipdagi zarba xarakterlik ilg'or qurollarni Ukrainaga yordam qilishdan boshqa yana tunugun Amerika Kengash palatasidan qonun qaror ma'qullabdi. U Xitoy davlatining zimin butunligiga bevosita munosabatlik masal bo'lib o'tirib chiqqan. Amerika Kengash palatasida ma'qullangan qaror bo'lsa, Hindiston va Xitoy o'rtasidagi uzun yillardan buyon talash tortish bo'lib kelayotgan, Xitoy davlati qurilgandan buyon e'tirof qilmay kelayotgan Yekimahun chegara siziqi. Qarorda Yekimahun chegara siziqi Hindiston davlatiga tava deb qaror ma'qullagan. Yekimahun chegara siziqi butunlay Hindistonning davlat chegarasiga aylangandan keyin Xitoy Hindiston oralig'idagi talash tortish bo'layotgan bu ziminlarning hammasi Hindiston davlatiga tava bo'ladi ekan. Bu ziminning cho'ngligi 90 ming kilo kvadrat metr bo'lib, 3 Tayvanning ziminidek teng keladi ekan. Xi Jinping Putin bilan ko'rishiman deb ketayotgan safarda Amerika tarafdan bu shum xabarni anglagan. Xi Jinpingga bo'lgan bu shum xabar Amerika davlati bu Yekimahun siziqini e'tirof qilgan ham qonunlashtirgan. Yekimahun siziqi bo'lsa Tibetning janub tarafidagi yer bo'lib 1914-yili Angliyalik Yekimahun degan ismdagi bir ekspeditsiyachi Hindiston va Tibet davlatlarining chegara tog' rayonlarini tekshirish orqali Tibet va Hindiston davlatlarining chegara siziqini tekshirib chiqqan. Hamda Hindistonning shimolidagi Shimla degan muhim shaharda Tibet davlatining vakillari bilan Hindiston davlatining vakillari bu chegara siziqni muqimlashtirgan. Bu rayon Tibetcha, Tibetning janubi deb atalsa, Hindistoncha bu rayonni Arunachal Pradesh deb atab kelgan. Bu rayonning ko'p qismi Hindistonning tavalligida bo'lib, qolgan qismi yillardan buyon talash tortish bo'lib kelayotgan rayon ekan. 3 Tayvanning cho'nlig'idagi 90 ming kilo kvadrat metr bu zimin butunlay Hindistonga tava bo'lsa, 1 metr yanimi boshqalarga bermaymiz deb jarsilib kelayotgan Xitoy davlati va Xitoy davlatining xaritasiga bevosita og'ir ta'sir ko'rsatgan. Hozir Hindiston davlati Arunachal degan yerga ko'plagan tanka va urush mashinalarini yetkazib yetibdi. Amerika davlatining ikki cho'ng partiyasi Amerika Kengash palatasida ma'qullangan bu qaror Arunachal Hindiston davlatining ayrilmas bir zimini deb qaror chiqargan. Bu qarorda yana shu ma'lum bo'lib turdiki, Yekimahun siziqi Hindiston davlatining chegarasi bo'ladi ekan. U chaqda 1914-yili Hindistonni besib yotgan Angliya hukumati Tibet hukumati bilan imzolagan kelishim bo'lib, bu yerda Tibet davlati bir davlat bo'lib hisoblanadi ekan. Bundan keyin Tibet masalasi Xitoyning ichki masalasi bo'lib qolmasdan, mustaqil Tibet davlatini Xitoy davlati tajovuz qilib besib olgan davlat bo'lib hisoblanadi ekan. Tibet masalasi endi xalqaro masalasi bo'lib o'tirg'i chiqadi ekan. Hozir Hindiston davlati Kashmirning yuqorisiga joylashgan Ladakh rayoniga keng ko'lamlik harbiy quvvatlarini yetkazib yetibdi. Ruslardan setib olgan T-90 tipdagi tanklarini butunlay degidek Ladakh rayoniga yetkazib bo'ldi. Amerika davlati Yekimahun siziqini e'tirof qilib qaror ma'qulladi degan gapning o'zi ayni vaqtdagi Tibet davlatini e'tirof qilganlik. Hozir chet elda istiqomat qilayotgan Tibet surgundi hukumati bundan keyin Tibet hukumati degan o'ringa chiqadi ekan.